doimiy holsizlik, doimiy asabiylik, ora-orada terlab ketish, ozgindan keyin sovib ketish, bilmasdan o'zidan o'zi jahl chiqib ketaverishi, hamma bilan urushib ketish, eng yomoni turmush o'rtog'ingiz bilan jinsiy va hayotdagi muloqotlaringiz buzilib ketgan bo'lsa, bu sizda menopauza oldi holati bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, men oliy tavifali endokrinolog Yunus va Aziz Bahramnaman. Hozir sizlarga ayollarda uchraydigan menopauza va uni oldi holati haqida ma'lumot bermoqchiman. Chunki ko'pchilik ayollar o'zida kechayotgan bu holatlar aynan gormonal holat bilan bog'liqligini bilishmaydi. Ba'zida o'ylashadi, kelin tushirgandan keyin qaynanalar yomon deb. Lekin hech kim o'ylamaganki, aynan kelin tushirish davriga qaynanalarning menopauza davri to'g'ri keladi va menopauza paytida ayollar hammaga yomon bo'lib qolishadi. Bu faqatgina kelinga munosabat emas. Va shu haqida ma'lumotlarni hozirgi videoda berib o'taman. Oxirigacha ko'rishni unutmang. Menopauza nima? Ayolda ikki xil estrogen va progesteron gormoni ishlab chiqariladi. Estrogen follikulani yetiltirib, ovulyatsiya bo'lib, progesteron esa uni yorilishiga yordam berib, keyin hayz kelishiga yordam beradi. Tuxumdon va bachadondagi bu faoliyat ayollarni fertil yoshiga, ya'ni bola tug'ish va bolani ko'paytirish uchun yaratilgan. Lekin ayollar ham butun umr davomida bola tug'ish uchun funksiya o'tkazilmaydi, ya'ni butun umr bola tug'ish uchun yaratilmagan. Shuning uchun o'smirlik davrida jinsiy gormonlar rivojlanishi boshlab, fertil holat kuchayishi boshlasa, keyinchalik 40 yoshdan oshgandan keyin esa ayollik gormonlar sekin tushishni boshlaydi va bu holatda ayollar o'zini holsiz, doimiy xotirasini past, doimiy hech narsa xohlamaydigan, depressiyaga tushib qolgan holatlarda o'zini his qiladi. Bunday insonlar ko'pincha nimagadir hech narsa xohlamayapman, nimagadir turmush o'rtog'im bilan gapim bir-biriga to'g'ri kelmayapti deyshadi va aynan eng ko'p ajrashishlar 40 yoshdan oshgan ayollarda bo'ladi. Chunki ular o'sha farzandlarini katta qilishgan, o'zlarini kasblariga ega, o'zlarini fikriga ega inson bo'lib qolishadi va aynan shu paytda gormonlarning o'zgarishi ularni asabiy qilib qo'yadi va turmush o'rtog'i bilan oraligida munosabatlarni yomonlashishiga olib kelishi mumkin. Shu paytda ayollarga shifokorga murojaat qiling deyman. Chunki gormonlarni normaga keltirish oilani saqlab qolishga va sizni asabingizni tinchlantirishga yordam berishi mumkin. Menopauza oldi holatlarida eng ko'p uchraydigan narsa bu uyquni buzilishi. Kechqurun soat 3 da kortizol ortib ketishi hisobiga uyqu buzilib ketadi va sizning miyangiz uyg'onib olib, butun dunyoni g'amini o'ylashni boshlaydi. Kun bo'yi o'ylamagan muammolarni aynan kechasi miya o'ylashi boshlaydi va eng qiyini siz uxlolmay qolasiz. Siz asabingizni tinchlantira olmay qolasiz. Terlashni boshlaysiz, yuragingiz urib ketishni boshlaydi. Doimiy asabiylashish sizni charchatib qo'yadi. Va shu holatda agarda progesteron va estrogen gormonlarini normaga qo'yib olsa, ayollik gormonlar yana ishlab chiqarilib, 50 yoshgacha fertil holat davom etishi mumkin va keyinchalik sekin tushishi mumkin. Faoliyatim davomida shuni sezdimki, agarda ayol judayam emotsional bo'lsa, ya'ni judayam xursand bo'ladigan yoki juda tez xafa bo'ladigan, araschi, isterika qiladigan ayol bo'lsa, aynan shu ayollarda menopauza holati klimaks judayam og'ir o'tar ekan. Chunki ular xursand bo'lib yurgan, emotsiyalarga boy bo'lgan ayol o'zidan o'zi gormonlar tushib ketish hisobiga xuddi quduqqa tushgandek tushib qolishadi va bu holat og'ir o'tadi. Lekin butun umr davomida sokin, o'zini sekin tutadigan, emotsiyaga berilmagan, yumshoq ayollarda klimaks juda ham oson o'tar ekan. Chunki ularda gormonlar tushib ketgani bilan ularning psixologik holati, ya'ni emotsiyalari o'zgarmaydi va ularda yengil o'tadi. Aynan sho'x, shaddod ayollarda qiyin o'tgani uchun bu ayollarga hozirgi kunda juda ham ko'p gormonal yo'llar bilan klimaksni oldini olish mumkin. Ya'ni spirallar chiqqan, Mirena spirali, yana har xil boshqa nomli spirallar bor. Ularni qo'yish mumkin va bunda hayzni kelmagan
kasalligi hisobiga tuxumdonlarni faoliyatini davom ettirish mumkin. Sprey tarzidagi estrogenlar yoki krem tarzidagi estrogenlar mavjud, bu ham ayollik gormonlari hisoblanadi. Yoki ichish mumkin bo'lgan preparatlar bor. Bularni faqatgina endokrinolog murojaat qilganingizdan keyin buyurishi mumkin, chunki ularni mumkin emas bo'lgan holatlari ham bor. Masalan, agar ko'krak bezida mastopatiya yoki fibrozniy, kistozniy o'smalar paydo bo'lgan bo'lsa yoki mioma bor bo'lsa, mana shu holatlarda ayollarga bu preparatlarni qabul qilish mumkin emas. Shuning uchun albatta agarda sizda sanab o'tgan holatlarim kuzatilayotgan bo'lsa, ginekolog yoki endokrinologga murojaat qilishingizni so'rayman, chunki ayollarda erta klimaks degan tashxis mavjud emas. Erta klimaksni oldini olsa bo'ladi. Biz faqatgina 45 yoshdan keyingina hayzdan qolishlikka ruxsat berishimiz mumkin. 40 yosh atrofida hayzdan qolish esa keyinchalik osteoporoz kasalliklariga, suyaklar yemirilishiga, koksartroz kasalliklariga olib keladi va ayollar nafaqat klimaks bilan, balki suyaklarni sinishi, suyaklardagi og'riqlar bilan o'zlarini qiynab qo'yishlari mumkin. Shuning uchun ginekolog va endokrinologga murojaat qilib gormonlaringizni normaga keltirishingizni so'rayman. Aynan shunga o'xshagan mavzular sizga qiziq bo'lsa, akkauntimga obuna bo'lishni unutmang va keyinchalik ham ayollarni aynan gormonal holat haqida, yangi mavzular haqida bilib olishingiz mumkin. Hurmat bilan, Aziz Bahram.